Hammaga salom, sizlar bilan birga edi Ziyobe. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda ham shunaqa hardkorli video o'ynaymiz. Ko'rib turibsizlar, faqat men videolarim yozilmay qolibdi. Hozir ertalab bo'lgandan keyin sizlar bilan yana ko'rishamiz. Yoqamiz. Bizda bunaqa ketgandan keyin yana bo'lalar ekan. Shunisi juda ham yaxshi bo'ldi. Ana. Sizlar Minecraft'dan bo'lmaydi. Bu boshqacha rasal. Chunki odamlar yo'q, hech qanaqa ulanadigan. Fermalar qurilib ketdi o'zi. Yana video yoqaman. Bu yerdan beri ertalab bo'lmayapti, kutib turibman, mayli, lekin mana bu narsa vaqti zo'r ekan. Ikkita urushda daraxtlarni chopib tashirgan. Hozir sizlar bilan ko'rsataman qanaqa ishlashini. Bu videoning keyingi qismi 8 ta likedan keyin chiqadi. Albatta obuna bo'lishni ham unutmanglar. Mana bitta odamlar ham yuribdi. Qachon ertalab sizlarga ana maxluq ko'rsatmadimi? Hozir ko'rsataman sizlarga. Chiqib olsam, hozir maxluq ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rdinglar mana. Video yozib atdim mana maxluq. Mana bacha, yaxki. Sen bilan urishimiz kerak hali. Kiyotdimi? Kiyotdi. Yaxki. Urushamiz shu bilan. Qaraylar. Ha bacha bu yoqqa kel. Bo'ldi. Chiroyli. Bo'ldi. Mana nihoyat ertalab ham bo'ldi. Hozir daraxtlarni chopishmaslik ko'rsataman. Qaranglar. Ko'rdinglar mana bitta ikkitada chopib yubordi. 1 2. Amitlarni ham bu hardkor rejimi, lekin agar bitta o'lib qolsak tamom bo'ladi. Bo'ldi. Ochdik. Mana bu yerda kimdir bo'ladi, bu yerda kimdir qutqardik yana. Mana hozir ko'rasizlar. Mana qutqarildi bu. Ana. Nima berdi? U avtomat berdi. Yaxshi. Hali ketdik. Boshqa joylarni ham qidiramiz. Bizga anaqa odamlar ham bostirib keladi. Bitta urushda quyonlarni chopib tashlaymiz. Mana bo'rda qanaqa bo'lar ekan, hozir tekshirib ko'raman. Hali. Bu yoqqa bacha. Bu bitta o'lsam bo'ldi, video вообще tugaydi. Bo'lani o'ldirdik. Daraxtlarni o'zim chopib oldim. Bitga. Ekib chiqdik buni ham. Bittaga hammasini yig'amiz. Qazagani kerak emas. Yaxkenlarni yeramas, sizlar bilan urushaman hali. Bitta urushda chopib yubordi. Sandig'ini ham albatta tekshirib ko'ramiz. Mana pul berdi. Pullar adashmasam o'zimizga yuramiz. Kechqurun bo'ladi. Yana qiyinchilik keyin. Mana kechqurun bo'ldi, xuddi aytganimdek. Mana bo'ri, o'sha kiyik. Mana o'sha kiyik. Ko'rasizlarmi? Hozir ertalab bo'lishini yana sizlar bilan birga kutib turamiz. Bu narsani ham qaranglar.
Mana 30 ta o'qib bor ekan. Ana bo'ldi. Qanaqasiga yotadi hech ham tushunib bo'lmayapti. Nimaga o'tib o'qim ta'sir qilmayapti? O'qim ham tugadi. Mayli hozir qilishimiz topib turamiz. Mana bugungi video shulardan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, ikkinchi qismini aytgandek 8 ta likedan keyin obuna bo'lishni unutmanglar. Meni yoqdi degan umiddaman. Agar yana shunaqa keyingi qismini ko'rsanglar, aytganimdek 8 ta like. Bo'ldi. Albatta, kommentariyaga ham bitta silkalar qoldirib qo'yganman. 3 ta o'rtog'imizning anaqalari, kanallari, o'shanga ham o'tib obuna bo'linglar. Ular ham chunki bizga yordam berishadi. Bu safar bir o'zim bo'ldim, yana har doimgidek. Mayli, keyin safar yana bo'lamiz. Просто like bosinglar bo'ldi, tugadi.